Xayrli oqshom do'stlar. Har doimgidek hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugungi suhbatimizni davom qildirsak, oxirigacha ko'rsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Jamiyatlar o'z tarixidan xulosa olmasa, yo'li inqiroz va xorlik ekan. Va bugungi kunda mana shu 50-60 yilligimizga nazar tashlasak, Sovet davri. Va o'zimiz Eronni ham tarixi bor va davlatchiligi 3000 yilga borib taqaladigan eski davlatchilikka ega bo'lgan bir imperiyadir. Kecha paydo bo'lib qolgan davlat emas, ammo shunday tarixiy xatolarni takror qilyaptiki, juda xalqini boshiga tushgan bugungi kundagi holat va inqiroz sababi xulosa tarixdan olmaganligi. Biz xulosa oldikmi? Endi bizga kelsak, biz da xulosa olmay kelyapmiz va buni tushuntiradigan-da juda kam sonli to'g'ri bo'lgan bu davlatchilik masalasi, tarixdan buni mohiyatini ochib berayotgan kamchilik insonlar bor. Qolganlar propaganda qilish bilan, rus propagandasi yoki boshqa propagandalar, yolg'on targ'ibotlar bilan ovora desak bo'ladi. Bu xato bo'lmaydi. Endi mana shu Sovet paytida propaganda bor edi. Bunga nimaga yolg'on, nimaga bizni qosamiz oqarmasligi, xulosa qilmasligimiz bugungi kundagi ahvolimizga sababchiligini keltirsam. Sovet jamiyat nima uchun bunaqa hozirgi kunda qutublashib, bir-biriga qutublashmoqda? Umumiyda bir-biriga qarama-qarshilik shakllangan va do'st dushmanini farqlay olmayapti. Aslida olganda shu joyda urg'u beray. Davlatlarda do'st dushman bo'lmaydi, faqat manfaatga asoslanadi. Biz esa buni tushuntirilmadi. Bu ta'limda bu tushuntirilishi kerak. G'oya odamlarga bu tushuntirish kerak, ammo tushuntirmasdan propaganda qilyapti. Noto'g'ri ma'lumot yetkazilyapti. Buni endi asoslasak, qisqacha. Sovet davridagi propaganda sovuq urush, Amerika, G'arb, kapital dunyosi dushmanligi, sotsializm, kommunizmni yoyish, bu missionerlik harakati, butun joyda Rossiya bu borada ishlar olib bordi. Bir tarafdan o'zini xalqini, jamiyatini juda qattiq nazorat bilan ushladi, har doim tashqi dushmani bor edi. Bu Amerika edi. Asliyatda rahbariyat, elita shunday edimi? Yo'q, propaganda qilayotgan edi. Buni isbotlasak, xalq shu tarzda sog'ib olinayotgan edi, shu tarzda G'arbga qo'shqo'llab mol-mulkini topshirayotgan edi. Shu tarzda xalq bunday holatda ushlab turilgan edi. Kommunizm g'oyasi Marx, Engels G'arb odamidir. G'arbdan Leninni o'qitib jo'natishdi va buni bu yerda tajriba qilishdi. O'zi birinchi belgi bu. O'zlari yashamadi bu kommunizmda. O'zlari ijod qildi, o'zlari berdi, tajribani bu yerda qilishdi, ko'rishdi va o'zlari kapital dunyosini tanlashdi, ya'ni kapitalizmni tanlashdi. Bu sovetlarga esa kommunizmni sotishdi. Nima uchun sotishdi? Nima uchun sovetlarni ushlab turishdi? Sichqon mushuk o'ynashdi, sog'ilayotgandi. Bu hukumat orqali xalqlar, boyliklar sog'ilayotgandi. Qatliamlarini ko'z yumayotgandi G'arbiy Yevropasi. Bu propaganda, hukumat asoslasak, Sovet hukumat qanday propaganda, yolg'on propagandalar, yolg'on insonlarni aldash nimaga olib keldi? Kommunizm Amerikani, G'arbni yomon dedi va hukumat Lenin yoki Lenindan keyingi Stalin va bundan keyingi Xrushchev hammasi bir-birini oldingisini xoin e'lon qildi. Lenin bilan birgalikda qurgan Troyskilar ham fikr bo'lib, qora ishchilardan foydalanib, o'tkazib, qo'zg'olon qilib, chorra kislotada ko'mgan bu Leninni hamkori xoin e'lon qildi, qochib ketdi Troyskiy. Undan keyingi barcha hukumat rahbarlari Stalindan boshlab hammasi bir-birini maxfiy xizmat, boshqasi prokuratura, hammasi bir-birini NKVD, KGB odamlari bu hukumat
yangisiga almashganda eskisi otdi, o'ldirdi, xoin e'lon qildi. Avlodlari butuni o'sha sichqon mushuk o'ynayotgan, xalqqa propaganda qilib dushman ko'rsatayotgan, yo'q qilamiz, vayron qilamiz deyotgan rus tizimi, sovet tuzumi butun avlodini, boyligini o'sha joyga qochirdi. Stalinni qizi ham o'sha joyda Amerikada tirik qoldi. Andropovga ham, Xrushchevga ham hammasini farzandlari g'arbga borib joylashdi. Amerikaga borib joylashdi. Boyliklarni o'sha joyga qo'ydi. Gorbachevda xoin e'lon qilindi, tarqatdi sovetlari. Bu maxsus tarqatgan edi. Maxsus signal orqali tarqatdi buni. U ham xoin e'lon qilindi. Xoin e'lon qilinmagani yo'q. Sababi bu tizim faqat miyani yuvdi xalqini. Faqat bu xalqni qatliam qildi. Sabab insoniyatga do'stligi yo'q edi bu tizimni. Inson o'zini xalqiga do'stligi yo'q edi. O'ziga ishonmas edi. Hech bir odam bir-biriga ishonmaydigan tuzum edi bu. O'shaning uchun o'zini elitasida o'zi ishonmagan, bir-birini xoin e'lon qilib otib o'ldirdi. Va hukumat kelganlar, hukumat hamma narsani egasiga aylanib, keyingisi almashgandan keyin hamma narsa qaytadan boshlab, bularni o'z-o'ziga ishonmagandan keyin avlodini ko'chirdi. O'sha Yevropa g'arb tuzumiga. Xalq esa talandi, o'ldirildi, qatliam qilindi, qul qilindi, xoruzor qilindi, o'zgalar uchun qurbon qilindi. Amerika, Yevropa shunday kuzatib o'tirdi. Shu orqali pul oldi. Mustaqil bo'ldik. E'lon berildi. Baltiq bo'yicha mustaqillik uchun kurashdi, erishdi, oldi. Yevropa uni sekin o'ziga tortdi. Qolganlar o'zi mustaqil bo'lishni ham istamagandi, biznikilar. Referendumda Sovetni yoqlab ovoz berishgan. Nima bo'ldi? Mustaqil deyilgan davlatda binoni tashqarisiga fasad, mustaqillik fasadi e'lon qilindi. Ichkari eski, to'kilgan fundamenti, g'ishlari o'sha bino, o'shani ustiga o'tirishdi-da, biz mustaqilmiz deyildi. Ba'zilar savol berdi, qanday mustaqil bo'lasiz, janoblar? Biz buni yiqishimiz kerak binoni. Bu NKVD maxfiy xizmati, boshqaruv, bundan voz kechishimiz kerak. Biz jumhuriyat, demokratiya e'lon qilishimiz kerak dedi. E'lon qildik-ku dedi. Yo'q, rost mana deyildi. Vatan xoiniga, vatan dushmaniga 5-6 yilda ular ham zotan NKVD buni ustasi. Ular ham chiqdi. Chiqarildi. Milliy mafkura odamlari, milliyatchi bo'lgan, yozuvchi, g'oya odamlari xorizor bo'ldi. Rauf Parfiga o'xshagan insonlar qadri bo'lmadi o'sha paytda. Tog'ay Murod yozgan asari film ishlandi, filmi televideniyada hali berilmaydi. Nimaga bir oyda bir qo'yilmaydi? Legionchilar, sovetlar dushmani, sovetlarga qarshi kurashgan. Biz uchun ular milliy ozodlik harakat a'zolaridir. Sovetlarga qarshi turgan odam, ya'ni bizni qatliam qilib, o'zini maqsadida qurbon berdi. O'zini maqsadida olib borib urushga tiqdi, o'ldirdi, foydalandi. Undan keyin ham ro'shnolik bermadi. Ustimizni eshakdek ishlatdi, paxtamizni oldi, butun boyligimizni oldi. Nima uchunki keluvdi bu yerga? Va o'zini oqlab tarix yozdi. O'zini oqlab tarix yozib bizga berdi. Mustaqil bo'lgan O'zbekiston buni yiqmadi-da, o'shani shunday ta'limga, shunday kirgizib, o'shani o'qitishni boshladi. Zotan Rossiya oqlanuvdi-ku bu tarixda. Nima uchun Boymirza Hayit, Zaki Vali To'g'on, Mustafa Shoqoylar nimani a'zolari? Muxtoriyat, Mustafa Shoqoylar muxtoriyat qurgandagi bosh vazir edi. Bu insonlar keyin kitob yozdi, Yevropaga ketdi. Keyinchalik Boymirza Hayit legionga qo'shilib Amerikada, Germaniyada yashab, tirik qolib, bular uni qutqarib, tarixchi professor darajasiga yetishdi. Dunyo turkologiya bilan o'qiydiganlar, o'shaning uchun bizdan o'z tariximizni yaxshi biladi Yevropada. Bular tarixni yozdi. Sabab o'zimizning odam-ku. To'g'ri yozdi bular. Rossiyani qilmishlarini yozdi. Ammo
Nima qildi? Ruslar yozgan. Ruslar bo'rttirib xonlari, bo'rttirib ko'rsatdi, bo'rttirib yomonlab, o'zini oqlab yozgan. Tarixidan voz kechmasdan bu insonlar bizga olib kelinmadi. Bular g'oyasi, mafkurasi mustaqil bo'lgan vatanda men o'rganmadim buni. Ha, keyinchalik internet rivojlanib, u ham 2019, 17, 16lardan keyin butun dunyoda internet tarmoqlari rivojlanishni boshlagandan keyin internetda o'rganishni boshladik. Unda ham ikkita kitobi bor, u joyda bu joyda. Boymirza ekan. Davlat miqiga olib buni, ya'ni umumiy universitet, maktablar ta'limiga kiritishmadi. Asos qilib olmayapti hozir tarixchilar, yo buni asos qilib universitet, maktab bundan dars bermayapti. Uni o'rniga Pushkin bizga bir jahonning buzuq shaxsiyati, buzuq qimorvoz, xotinboz odam bo'lgan. Hamma joyda Pushkin. Bizim Usmon Nosirov, Shayxzodalar, Shukrullo Yusupov, buni asarlari, Tog'ay Murod shunaqangi adabiyot yozgan asarlari, shoh asar. Bular qayta o'rgatilmayapti. Ikki adabiyotdan ham Pushkin kitobini olsangiz, tarixdan hamma joyda Pushkin bor, ammo bular chuqurlashtirib o'zimizni milliy mafkuraviy insonlarga yo'lda berilmadi. Bu qanday mustaqillik bo'lishi mumkin? Mana shu joyda savol paydo bo'ladi va bu savol sizda da bo'lishi kerak. Mana propagandani natijasi, xatoni to'g'rilamaslik natijasi nima bo'ladi? Biz propaganda ta'sirida Rus kimga dushman desa dushman ko'rdik, mustaqil bo'lgandan keyinda. Amerikani dushman dedi, elitasi Amerikaga joylashdi, propagandonni Solovyov va o'g'li g'arbda o'zi hezalak erga tegib qo'yibdi. G'arblikka Medvedev hammasi Simonyan, hammasini g'arbda o'zini uyi, villasi, hamma narsasi bor. Ular g'arb bilan achom miyasini, jamiyatini qutublashtirib, miyasini yuvib, avtoritar tuzumni taxt uchun o'tirib olib, Rossiya mana shunaqa imperializm, shovinizm bilan to'lib ketib, g'oyasi ostida yon atrofini talab o'tiribdi, miyasini yuvib o'tiribdi, o'zini jallodi, o'zi sevishyapti. O'sha jallodini, jallodi edi tuzumi. Bu tuzum jalloddir biz uchun. Bu tuzum Rus tuzumi, Rus imperiyasi biz uchun jallod edi. Ya'ni tarix ham biz uchun jallod edi. Qatliam qilgani uchun-da, ota bobomizni va bizga qatliamlar uyushtirgani uchun jallod edi. O'ziga sig'intira oldi propaganda orqali. Mustaqil bo'lgan davlatimizda hozir millionlar bor Rusni sevadigan, Putinni sevadigan, Rusni yozib bergan tarixini to'g'ri deydigan. Nima uchun bular qilindi degan savol sizni qiynashi kerak endi. Akademiklarga, tarixchilarga, boshqasiga bu savollar berilishi kerak do'stlar. Sababi buni badali yomon bo'lar ekan buni. O'zining dushmani kim u, hamkori kim, hamfikri kim bilan hamkor bo'lsa rivojlana oladi, kim bilan birgalikda bo'lsa o'sa oladi, buni jamiyatiga tushuntirmagan va bunga o'zi amal qilmagan hukumatni, davlatni xalqi xor bo'lar ekan. Eronni da qarang. Pahlaviy xato qilgandi, qattiq xato qildi, qo'li qonga botdi, iqtisodiy rivojlantirdi, hamma joyga gullik gulistonlik qilishni boshladi, ammo erkinlikka chekladi. Pahlaviy xato qildi. Sababi uni ag'darishga uringandan keyin. Oxir nima bo'ldi? Oxiri insonlarning hissiyoti bilan Fransiyada o'tirgan Xameyni o'ynashib, Fransiya Rossiyani radikalizm degan dunyoni yangi start berilgan starti bosilganida tugmasi 79da orqasida Rossiya ham bor, Fransiya ham bor. Olib kelishdi, inqilob qilishdi, birma-bir xalqini qatliam qildi. Xameyni o'zini xalqini o'zi qatliam qildi. Turmalariga joy sig'magan odam. Ommaviy Eron-Iroq urushidan keyin e'tiroz qilgan, iqtisod cho'kib qolgan, o'lmay burun birinchi Oyatulloh. Ommaviy qatliam o'zini xalqini otib o'ldirgan, ommaviy osib o'ldirganlar davlatlardan bittasi bu Erondir. O'zini xalqini qildi-ya.
xalqini shu daraja ezib tashladiki, ammo Pehlavini insonlar u noto'g'ri qildi. Xalqqa yondoshi u noto'g'ri bo'ldi. Xalqqa tayanmadi-da u. U ham boshqa kuchlarga tayanuvdi. Mana bu nima bo'lar ekan? Nima buni natija beradi? Endi yana Eronni, bu mullani yana qonga, u 88dagi mayli. Bu ikkinchisi, hali o'sha 89dagi iqtidorga kelgan Ali Hamaynisi ham, Humaynisimi, bu da 2-3 marta qatlam qildi va oxirgisi mana qo'li qonga botdi. Endi mana shu oylar ichida nima bo'ladi ko'ramiz. Ko'radi hamma. Kim badalini to'layapti? Xalq. Ma'muriyat ham, davlat maxfiy xizmati ham, askari ham hamma badal to'laydi endi bu. Qochib ketadigan u har doim topiladi, u juda katta. Buni ustida o'tirgan kerak bo'lsa, u rahnomasi bor-ku, u ketishi mumkin kelishib. Juda katta pul bor unda. Xalq nimaga erishadi endi? Nimaga erishyapti hozir? Xoy yig'laydi xalq, zotan yig'layapti. Bizda nimaga erishdik? Hukumat qanday bizga propaganda singdirdi, qanday bizni tarbiyaladi, jallod sevdirdi. O'sha joyga ketishga majbur bo'ldi xalq, ishondi, tushunmadi. Kim unga hamkor, kim do'st, ta'lim o'ldirildi. Bilimsiz odam iloji yo'q, Yevropaga yopildi. Uni ustiga diniy hissiyotlar bilan Rossiyani radikallikka start bosgan, ichkarida bu orqali Chechenistonni mustaqilligini yakson qildi, Abxaziyani qo'shib oldi. Bu o'zi sallali nimasi generallari juda ko'p Rossiyani va bular da bizlarlikini barmog'ini uchida o'ynatdi. Va ichkarida ham, tashqarida ham Rossiyani to'lib ketgan agenturasi. Bu nimaga erishtirdi bizani? Dunyoda yomonotliq bo'layotganimizga sababchidir. Dunyodagi bu o'zbeklar nomidan qilingan ishlar orqasida mana shu o'zlari bilmas ko'psini Rossiya turadi. Rossiyaning sallali generallari turadi, yetishtirgan kadrlari turadi. Bu borada professional ruslar. Fransuzlar da, ruslar da, fransuzlar da bu Eronni bu holda talagan, bu holda borini shilgan, bu tizimni oyatullarni olib kelganda Fransiya edi, radiolari o'tirtirib qo'ydi Fransiyada, o'zi yetishtirdi, keyin borib olib odam o'shani texnologiyasida G'arb, Amerika dushman deb Amerika bilan urush ochdi. Zaten o'zlari yetishtirdi buni. Mana senga qo'yishdi. Shu orqasidan xalq qurbon. Mana senga deyishdi. Bizda-chi jallodiga sig'inyapti. İnsanlar jallodiga sig'inyapti. O'shani to'g'ri deb bilyapti. Oq, qora ajratish yo'q. Bu o'rgatilmayapti. Jamiyat talab ham qila olmaydi. Jamiyat o'shani so'ray olmaydi. Oq va qorani ajratmagandan keyin qanday so'raydi? Qanday u yerda o'zgarish bo'ladi? So'ralmagan joyda, talab bo'lmagan joyda o'zgarishmi bo'ladi? O'zgarish bo'lmaydi. Davom etadi. Buni yiqish kerak. Bu yiqilmadi. Bu eski imoratni fasad ichkarida o'shani ustiga o'tirib oldi. Hozir tanqidchi tajovuzkorga chiqib qolgan. Bu totalitar tizim-ku bu. Mana bunda badali hamma to'laydi. Hukumatlarda da qarmoqqa ildiradi mana shu davlatlar, kapital dunyosi. Ruslar bilan birgalikda qiladi bu ish. Ishoning, amin bo'ling, ko'rasiz mana yaqin yillarda. Amin bo'lingki, ruslar bilan shunaqangi yaqinki bular G'arbida, Amerikasida ruslar bilan birgalikda hukumatlari qonga botir, Eronni qonga, ya'ni mulla to'g'irlasa bu ish bo'lardi. Taslim bo'lsa, xalqqa topshirsa, ketsa, voz ketsa bo'lardi, yo'q, kechmadi. Kechtirishmadi uni. Orqadan shirishdi, qonga botirishdi, endi urushadi. Va bu boshqa joylarda ham o'z qotiliga sig'inayotgan, o'z xalqini oq va qorani ajratmaydigan qilgan har bir kimgadir tayanib, xalqiga emas, xalqining miyasini to'ldirib, maxfiy xizmati tomosha qilib, uni mana shunaqa bir-biriga jamiyat qutublashishini tomosha qilayotgan hukumatlar egalarinda sog' qo'ymaydi endi. Rossiya, Amerika, Xitoy, Yevropasi birgalikda tuzoqqa tushiradi. Bor budini olish ehtimoli
juda katta bo'ladi. Va bu uchun yana o'z qotillariga, jallodlariga sig'inuvchi xalq oq qorani ajratmaguncha, to'g'rini ajratmaguncha davom etadi. Qullik davom etadi. Xoruzorlik davom etadi. Qaramlik davom etadi. Ya'ni bu muhim ekan. Propaganda ta'sirida insonlar gipnozdagidek bo'lar ekan. Haqiqatan buni men analiz qilaman. U ko'rib o'rgansangiz bu isboti o'rtada-da. Bu propaganda Rossiyani propagandasi va uni keyin davom ettirgan O'zbekistonda uni propaganda qilganlar o'zi qanday aloqa va uni farzandlari qayerda-yu, xalqqa berayotgan g'oyasiga o'zi teskariligi. Ya'ni buni ko'ra olmas ekan insonlar. Mana uni yomon tarafi, nozik tarafi. İnsanlar ise umuman garangsib o'zini haqqini dam ololmaydi bu yerda. Hamkorini da tanlay olmaydi yoki talab qila olmaydi va boyligiga ham ega bo'la olmasga. Eng yomon qullikda davom etar ekan. Zehn qul bo'lsa juda yomon bo'lar ekan bu. Juda yomon bo'lar ekan. Qullik zehniyati yaratilgan joyda, qaramlik zehniyati yaratilgan joyda, erkin fikr yaratilmagan joyda, raqobat yaratilmagan joyda, to'g'ri ta'lim berilmagan joyda inqiroz bo'lar ekan. Hech inqiroz arimas ekan. Bundan ming afsus, agar xulosa olib to'g'ri yo'nalsak, Amerikasidir, Yevropasidir, buni tuzog'iga Eron tushib bo'ldi. Endi chiqa olmaydi Eron hukumati. Bizlar tushmasligimiz mumkin. Bu ba'zi bir amalda o'tirganlarga, endi meni gapimni inobatga oladi deb o'ylamayman, ammo tavsiya internetda qoladi. Ko'ramiz yaqin yillarda nima bo'lishini. Hech kim uchun yutuq bo'lmaydi agar bularni tuzog'iga yana tushilsa, xalqni zehnini zudlik bilan o'zgartirish, Rossiyani propagandasi agenturasini chiqarib tashlash amalga oshirilmasa va tashqi dushman o'ylab topish, har doim tanqid qiluvchi, gapiruvchi, tajovuzkor isyonchiga chiqarilib vatan xoini bu o'yinlar to'xtatilmasa, o'zlari chiqarib olib radikal bo'lgan, Rossiyaga xizmat qiladigan muxolifatlar orqa varaqdan Rossiyani donini yeyayotgan muxolifatga aylangan radikallar bor. Xalqqa, jamiyatga siyosatdan gap o'rgatib o'tiribdi. Yig'ishtirish kerak bularni. Bu o'yinlarni yig'ishtirish kerak. Xatosi yomon bo'lar ekan, tarix xatosi. Bizni xatolarimiz juda katta fojialar keltirib chiqarishi mumkin. Zotan buni ekologik fojia bilan to'lash ehtimolimiz bor. To'lab kelyapmiz. Tarixdagi xatolarimiz, Mirzacho'l, bu orol qurishi tarixiy xato. O'zimizni ichimizdan chiqqanlar jonbozlik qilgan bunga. Endi yana o'sha narsalarni bizni hukumatdagilar bu uchun bu xalqqa tayansangiz borku, o'shani xalq sizdan olmaydi, ishoning. Tayaning, xato qilmang, tarix xatosi juda kattaga, yomonga tushar ekan. Haqiqatan buni akademik bo'lgan tarixchilar to'g'ri talqin qilishingiz kerak. Ya'ni minbari kattalar, iltimos sizlardan to'g'ri yondoshib, to'g'ri tushuntiringlar. Ana akademik boshqa miya yuvmasdan, oqlamasdan to'g'ri, xolis baho bering. Juda katta fojialar bizni kutyapti. Amerika, Yevropani bu boshlagan o'yinlarga davom etsak, tuzog'iga tushsak, Erondan xulosani olib shu joyda qayerda to'xtatilsa, xatolar qayerda xulosa qilinsa, yo'qotgan o'sha joyda qoladi. Bundan buyog'iga foydaga kelamiz. Foyda bo'ladi. Xulosa olinmasa, bu yo'qotish holva bo'ladi. Biz yo'qolish, yo'qlikka chiqib bo'lmas jarlikni tubiga ketamiz. Qoida shundaydir. Dunyoning qoidasi shunday bo'ladi. Qayerda xatoni to'xtatsak, hukumatdagi umuman kontora bo'lsin, bu ishlardagi bu narsalarni bilib tushunib turgan odamlar jonbozlik ko'rsatmasangiz, qayerda to'xtata olsak, jamiyatni saqlab qola olsak, davlatda bu tuzoqqa tushmasdan bu yo'lga biz foyda bilan ketamiz.
foydaga qarab ketamiz. Agar buni shu to'xtatmasdan yana davom etsak, juda falokatga uchraymiz biz. Ekologik hamjamiyatda qutublashma juda kuchli ketyapti bizda. Yomon bo'ladi. Va insonlar psixologik holati o'zgargan, psixotrop moddalar juda ko'p kirib kelgan. Bu yoqdan miya to'ldirilyapti, bu yoqdan u moddalar zehniyat to'ldirilgan va kodlanganligiga ishlaydi. Zehniyat to'ldirib uni kodlashadi va fojiaviy yakun topadi. Bunga xulosa olish kerak. Oydin insonlar, ziyoli insonlar, hukumatdagilar, maxfiy xizmatlar bunga chek qo'yishingiz kerak. Foydaga qarab yo'nalishimiz lozimdir. Sog' salomat bo'lasizlar. Propaganda juda yomon narsa bu va jallodga sig'inishlik esa eng fojialisidir. Sog' salomat bo'lasizlar.